Abbosjon, salqinda dam olib o'tirolmay turib do'konda obzor qilaring. Tashqariga chiqib, uchuqlar katta mosdan tushganda, poliklinika va musiqa maktab tarafga ketishda yo'lni bo'ydaligini ayting. Ichkaridagi eshik derazalarni ko'rsating. Qo'shqanot eshiklar, hammom eshiklar, xuramoga eshiklar borligini va ularning oq va jigarrang ranglari borligini ayting. Derazalarimizni baquvvat qilib 2 qavat oynadan ishlanganini ko'rsating. Mijozlarga yaxshilab qarang. Birortasidan jalba tushmasin-a? Bag'dod bo'yicha eng arzon va sifatli eshik derazalar 3 o'g'londa borligini ayting. Aytgancha dasturga xizmati borligini ham qo'shib keting. Klient kelmayapti-yu deb o'tirolmay, tashqariga chiqib klientlarni chaqiring. Keyin buyurtma berish uchun nomerlarimizni ham ko'rsatib keting. Allo, hozir kameradan ko'rdim. Ertadan kechgacha o'tirib zerikmadingizmi? Turib ishlaringizni qiling, bo'lmasa shtraf.